Qadrli do'stlar, BYD Andijon saloni xalqni o'ylaydi ham, qo'ysangiz deydi odinglar. Mana yonimda turgan akamiz o'zi tanishtirib qo'ying aka. Men Ne'matullayev Muslimbek, Asaka tumani Ozodda. O'zimizni Zemlak aka, Asakadan ekan, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Akamiz 17 Pro Max yutib oldi. Sababi 3-dekabr kuni BYD Andijon salonidan BYD Chazor sotib olgan ekan. O'sha BYD butun O'zbekiston Respublikasidagi hamma dilerlardan mashina olganlar o'rtasida iPhone 17 Pro Max'lar o'ynagan edi bir nechta. Va kelsa shuni g'olibi bo'libdi-da, shu Asakali akamizga chiqib qolibdi. Mana shu iPhone juda ham xursand bo'lib ketdim. Bu akamiz o'sha mashina olganlik haqida kartasi, hamma narsasi iPhone 17 Pro Max ochilmagan, yangi mana qadrli do'stlar, ko'ryapsizlar. Va BYD Andijon salonida trading xizmati bor. Ya'ni siz ko'chaga mashinangizni baholatib kelasiz. Oldin qanaqa mashina minib yurgan bo'lsangiz, shuni baholatasiz. Shundan 3 million qimmatiga olib qoladi-da va o'zidan salondan olingan mashinani beradi. Akamiz ham Captiva mashinasi bilan kelgan ekan. Captivasini bozordan qimmatga olib qo'ygan, Chazor sotgan va akamiz butun respublikadagi BYD olganlarning ichida omadli chiqdi. Aka, tabriklaymiz. Mana aka, gap yo'q. Asakaga ketganidan juda xursand bo'ldim aka. Asakalar yutaversin har doim aka. Rahmat. Mana ko'rsatib qo'yaylik haligi. Pasportlari bilan hamma narsasi. Ha aka, mana. To'g'ri. Nima fikrdasiz aka endi mana buni iPhone chiqdi, telefon qilganda nima taassurotlar bo'ldi? Birinchi shu menejerimiz Sarvarbek telefon qilganda ishonmadim birinchi. To'g'ri, chunki birinchi marta sovg'a chiqishida men yutib olishim. Oldin bunaqa narsa yutmaganmisiz? Yo'q, yutmaganman hech ham. Shunga xursand bo'ldim. Bilaman, aka, biz ham xursandmiz. Biz mana hali o'zimiz ham 17 ishlatganimiz yo'q, hali 16 damiz aka. Lekin biz ham endi 17 oshib bitta Chazor olamiz ekan, nima bo'lsa aka. Olasizlar, olasizlar. Charchamang. BYD Andijon. Hammalar BYD Andijonni kutib qolamiz.